Assalomu alaykum azizlar. Mana biz va'da qilganimizdek, hayitdan keyin skitkani zo'rini qilamiz degan edik. Mana sizlar uchun o'sha skitkani dahshatini qilyapmiz. Xo'p, bu adyolimiz 2 qavatli. Bu adyolimizni keyin skitkaga tushgan adyolimizni ikkita 50 ga 70 nalichkasi bo'ladi. Bitta katta pokrivali bo'ladi. Bu nabor adyolimiz. Nabor adyolimizni ranglari bir 5-6 xil rangi bor. Mana hammasini mana ko'rishinglar mumkin. Ikkita nalichka pokrivallari bor. Hammasini. Xo'p, bular troyka hisoblanadi. Mana bu atirgullisi ham juda ham chiroyli. Mana bu filetevisi, nalichka pokrivali bu adyollar 2 qavatli. Xo'p, kilosiga keladigan bo'lsa, kilosi 7,5 kilo chiqadi. Adyolini o'zini olib ketganlar bor. 400 ming so'mdan sotilgan adyolini o'zi. 5 komplekt. Hozir shu komplektni sizlar uchun 2 kun, 5-aprel, 6-aprel kunlari, ya'ni shanba, yakshanba kunlari 399 ming so'mdan qilib beramiz. Faqat ulgurib qo'ying, maksimal darajada tarqatib yuborishinglarni so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar, obuna bo'lishni unutmaysizlar.